Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 29-aprel hafta kuniga chorshanba 2026-yil bozorimizdan obzorimizni boshladik. Hali bozorimiz boshlagani yo'q. Birinchi video qilib qo'yib olaylik deb harakatni boshladik. Bir boshdan kirishni boshlaymiz. Kirishimizga biz shunaqangi katta stenka kutib oladi. Adashmasam bu Moskovskiy stenka. Holatlari yaxshi holatda. Polkalarida hech qanday kamchilik, muammosi yo'q. Oshim-oshiqlarigacha hammasi 100% yangilangan. Eski oshim-oshig'ida bas. Ichlari ham yaxshi holatda. Bu 4 metrdan oshiq joyingizga joy bo'ladi. O'zi 4 metr. To'liq basi 397, 3 sm kam 4 metr bo'ladi. Kecha o'lchovdim. O'zlar ham bitta baho berasizlar. Narxi ham shiringina 3 million so'm. Barlarining ichigacha polkalari bor. Kamchiligi yo'q. Faqat barini oshim-oshig'i o'zinikida qolgan. Bundan sotmaydi, o'zmaydi. Butun hamma joyida kamchilik yo'q polkalarida. Narxi o'sha aytib o'tganimizdek 3 million so'm. Mana o'zining turishi. Aloqaga chiqaveramiz. Telefon raqamlarini videoda oxirida qoldiramiz. Hop, bu shkafimiz kupeli 700 ming so'mga 1,5 metr eni. Bu tarafi polka. Bu tarafi beshilka. Rangi qop-qora. Bunimiz o'shali temirlik rag'atimizdan boshqacha rangda olib chiqdik. Razmerlari eslatib o'tamiz. 92 metr. Narxi 2 million 400 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Bu degani ikkitasini olgan odamga 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi mutlaqo bepul. Farg'ona, Marg'ilon, Andijon, Qo'qon, Namangan bo'ladi. Vodiy bo'lsa bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyin bu shkafimiz bor. Sovetskiy polirovniy. Zo'r turibdi. Ichlari ham mana, beshilkalari. Tomoni polkasi. Tortmalarigacha joyida turibdi. Narxi 700 ming so'm. Arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob qaytaryapmiz. Sog' bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlayman. Shu ishlar qilyapmiz, Xudoga shukr. Keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, keyingi qatorda shkafimiz, tumbichkasi bor. Keyin shunaqa chiroyli trimosi bor. Trimosi ham chiroyli. Bitta aybi bor. Aybini aytib o'tib ketamiz. Mana shu g'aladon beti yo'q ekan, almashtirib qo'ydik. Endi ishlamay turgandan ko'ra ishlagan yaxshi. Endi kimning fikri qanaqa? Hop, shkaflarni ham ichini ko'rsatib o'tamiz. Shkafi bu qatori polkali 1, 2, 3 ta polkasi bor. Bu polka o'zi bo'lmagan, o'zimiz qildik. Bunda beshlik keladigan bo'lgan. Endi shifaneriz bo'lib turib, akli polkasi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu tomoni mana beshilkasi. Keladigan. Holati yaxshi holatda. Chuqurligi ham yaxshi. Mana xarjim 23 bo'lsa 50 sm bor. Tumbichkalari ham zo'r holatda turibdi. Bu komplekt holatda tumbichkasi bilan 2 million so'm. Addini so'raganlarga ham sotaveramiz. Xolasiz shifoner bo'lsa, xolasiz tumbasi, xolasiz trimosi. Nimasi zarur bo'lsa aytaverasiz. Hop, keyin bu mana biz kravatimiz bor. Bundan ikkita, nari tomonda bittasi turadi. Ko'rsatib o'tamiz. Ana turibdi bittasi. Hop, bunisining ikkitasining narxi 1 million so'm. Materiallari ham radnoy qoplanmagan, zavod holatda turibdi. Endi ozgina shira-kiri bor. Xolasiz qoplab ham beraveramiz. O'sha pulning ichida 1 million so'mga, ya'ni 500 ming so'mdan tushadi donasi. Aloqaga chiqarasizlar. Belarusga Gomel sanang. Eski mebelchilar tushunadi buni. Toshkentda ishlab chiqarilgan spalni garniturimiz.
Yaxshi holatda. Spalnisi ham o'ta katta. 1.80 ga uzuni 2.10, tumbichkalari bor. Shkafi bor. Shkafi ham katta, 240 ekan shunaqa. Bu trimosi. Tortmalari hamma yo'q joyida. Ayb nuqsonlarni ko'rsatib ketamiz. Trimosning vashtisida aybi bor. Yana bitta ikkita chaqa-chuqalari bor. Trimosida asosiy aybi bag'i xudo xolasa bexijolat, bosh tomonlariga ham отдельный ahamiyat berilgan yumshoq materiallarda qoplab, ichida macharkasi bor. Boshingiz tegib ketsa ham, urib olsangiz ham hech nima qilmaydi. Endi shpaneyni ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Shpaney o'zimizgacha bu tarafda pishirkilaydigan taklovi отдельный bor bitta. Bu o'rtasi ham taklov bo'ladi. Mana uzoqdan ko'rsatamiz. 4 ta polkasi bor. Bu tarafga ham vishilka taklovi bor, tepasida bitta отдельный. Yaxshi holatda turibdi. Bunimizning narxini dastavkasi bilan, vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 4.400.000 so'm. Xolasiz dastavkasi kerak emas, o'zimiz olib ketamiz desa 400.000 o'tib beradigan joyi bor. 4 million so'mga beramiz bedastavka. Hop, keyin spannilarimiz bor, отдельный. Ko'pchilik ulgurmay qolyapti отдельный spannilarga. Bolgariyada ishlab chiqarilgan, tonni 100% yog'och ham taklanadi. Bu degan damasga sig'adi, razmerlari 90 ga uzuni 1.90 bo'ladi, matrasning razmeri. Xo'p, damasingiz deniyasi yotsa bo'ldi. Joylashtirib beramiz chiroyli qilib. Xo'p, bunimizning narxini 1.600.000 so'mda belgiladik. Mana holatlari chiroyli holatda turibdi, ya'ni 800.000 so'mdan tushadi. Bir kishilikni yaxshisidan deganlar uchun buni uzuni 1.97 bo'ladi, eni 80 bo'ladi. Materiallar ham qoplanmagan. Bu qizig'i tayida. Tay shunaqa temir bo'ladi. Xo'p, hamma yo'g'i mana shu temirga qatirilgan, yonlari, oyoqlari ham splashmoy bo'ladi. Bunimizning narxini 800.000 so'mda belgiladik. Qiziqsangiz aloqaga chiqib olasiz, telefon qilib menga shunisi zarur desangiz gaplashaveramiz. Xo'p, Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan dona. Yaxshi holatda turibdi. Mataraslari ikkita taraflama, taylari dispi, katalog qog'oz bas. Bu ham taklanadi. Bu ham damasga sig'adi. Xo'p, bunimizning narxini 900.000 so'mda belgiladik. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarini videoda oxirida qoldirib o'tamiz. Ahamiyat beramiz, yog'och, bu ham yog'och. Kerak paytda taklab olib bersangiz bo'ladi. Xuddi shuni jupli varianti, 2 kishilik varianti. Xo'p, buni materiallari adnoy qoplanmagan, taylari dispi. Bu ham xuddi shunday bo'lib taklanadi. Razmeri 90 ga uzuni 1.90 bo'ladi. Yog'ochdan bo'lgan, yog'och bunday mana. Ayblarni ko'rsatib ketamiz, bitta lak sepish kerak. O'zingiz uchun sepsangiz bo'laveradi. Bu ham yog'och, bu ham yog'och, bu ham taklanadi. Bu ham damasga sig'adi, qizig'i. Narxi deysizmi? Narxi 1.800.000 so'm. Orqa tomonlarini bitta obzor qilib beramiz. Orqa tomonlari ham zo'r holatda turibdi. Bir kishiliklarni arzon so'raganlar uchun 80 ga 1.90 materiallar adnoy qoplanmagan. Bunisi temir oyoq. Narxi arzon 500.000 so'm. 400.000 so'm. Bu ham 80 ga 1.90 bo'ladi. Holat yaxshi holatda. Bunisini 700.000 so'mga beramiz. Buni jupida sherigini sotdik 800.000 so'mga. Bunisini 700.000 so'mga berib yuboramiz. Bu ham yog'och. Bu ham taklanadi, damasga sig'adi bu ham. Obzor qilgan narsamiz shu bitta kupe shkafdan chiqibdi. Shuni qaytadan bitta obzor qilib beraman. Kupe shkaf zo'r holatda turibdi. Rangi shkalar svetga qora rang. Ikkita chetda vishilka bo'ladi. Qo'shimcha polka.
o'rtasida takror bo'ladi. Bu cheti ham vishelka bilan qo'shimcha bitta polka. Bunimizni narxini 1.500.000 so'mga beramiz, ya'ni 1.5 million. Telefon raqamlarini aytib o'tamiz: 91 681 94 19. Qaytarib o'taman: 91 681 94 19. Ismim Ulug'bek. Telefon raqamiga o'zim javob beraman. Qo'ldan kelgancha sizlarga telefon qilganlarni podrobniy tushuntirishga harakat qilaman. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Qo'llab-quvvatlayotganlarga katta rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun ham alohida rahmatimiz bor.